Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz mana uy sharoitida stabilizator yasashni o'rganamiz. Hozir kichkinagina lavhakda mana hozir kichkinagina selovoy to'kka suqamiz. To'kka suqildi mana. Kelayotgan to'kni o'lchaymiz. Kelayotgan to'kimiz mana davlat to'ki. Endi bizda mana hozir mana selovoychamizdan chiqayotgan to'kimiz 23 volt ekan mana. 24 ham deylik. Bizda hozir shuni mana 193 ekan. Shuni hozir 24 voltga ko'paytirib beradi. To'kimizni mana uladik mana bir-biriga permishga tashladik. Hozir bunday qilib o'lchaymiz. Ana 215 ga ko'tarib berdi to'kni. To'kimiz 215 bo'ldi. Mana o'z to'kimiz mana 190 ekan. Kirish to'kimiz. Mana chiqishimiz mana 215 ga ko'tarildi. Hech qancha emas, ozgina ko'taryapti. Endi buni baland tok joylar bo'lsa 260, 270 sizlarga past tok kerak bo'lsa mana uni uzib turib naborot monosiga olib qo'yasizlar mana. Olib qo'yasizlar. Endi naborot tokni pasaytirib o'tkazadi mana. Yaxshi tegmayapti. 167 o'tkazyapti tokni. Bizda hozir kirayotgan tokimiz 180 ekan, 89. 190 mana. 190 ni necha pasaytiryapti? 166 bo'lib ketibdi mana. Xullas shunaqa. Oddiy narsalar.